Gulnazar, assalomu alaykum. Ovoz berdim. Xohlasangiz kamerangiz yo'q. Kamerangiz yo'qsa вообще zo'r bo'lardi. Agar yo'q qolmas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Ulgurmayman deb aytdim, ulgurib yetib keldim. Ko'rdingiz? Sizdan boshlaydigan bo'ldik. Rahmat. Xo'p. Давайте коротко siz haqingizda qolganlar fakat eshitib o'tiradi. 30 yoshdaman. 2019 Saidova. Nima Saidova? Ha? 2019-yil shu SMM sohasiga kirib kelib ishlashni boshladim. Firmalarimni ochgan edim. Keyin ofislarim bor edi. Keyin shu bilan sevib qolib turmushga chiqib ketdim. Keyin undan keyin nima bo'ldi? Undan keyin homilador bo'ldim, farzandli bo'ldim. Keyin sekin o'sha oilani tanlash kerak edi. Keyin ofisimni yopdim. O'sha proyektlar bilan uyda ishlashni boshladim. Keyin shu bilan bo'ladi-ku, uyda qolib ketdim. Endi hozir shunaqa mendan duh yetmayapti. O'sha yoshimdagi, u payt 24 yosh bo'lgan bo'lsam, o'sha yana ofisga chiqib, nima desam ekan, xizmatlarimni narxini 2 martalab oshirib, mana duh yo'q-da, yoshlikdek bo'lganda o'shanga men bir razbor bo'ladiganingizga shunaqa xursand, shunaqa xohlayotgandim. И раз vamda siz tanlashdi deyishganiga shunaqa xursand bo'lib ketdim вообще. Kutib-da. Xo'p, demak sizda hozir tushunishim bo'yicha SMM bo'yicha xizmat ko'rsatasiz, to'g'rimi? Da, SMM target. SMM и ya'ni xizmatingizni necha puldan sotyapsiz? Nechta odamga sotyapsiz? Hozirgi kunda, если честно, menda komanda wow emasda, из-за того, что men nima desam ekan, men ham xizmatlarni sotib olaman, masalan, videografim bor, ularga отдельно pul ajrataman. Komanda qanaqa? Oldin masalan ofisda ishlaganimizda ular meni ishchim hisoblanardi-da. Ko'p menda nima bo'lgan, menda ishlagan odamlar meni proyektlarimni arzonroq summaga olib, o'ziga olib ketib qolgan narsalar bo'lgan. Menda management bo'lmaganmi deyman, lekin hech qachon minusda chiqmaganman. Вот. И hozirgi kunda proyektlarim 9 ta 10 ta bo'ladi. 10 tadan ko'p ola olmayman, chunki fizически уже ulgurmay qolaman-da. Proyektlarim bor. Shunaqa proyektlar bor. Agar puli kamroq bo'lsa, $500 olishim mumkin. Agar puli yaxshi bo'lsa, $800 ham olaman. Klientlar nimani xohlamaydi, sifatni xohlashmaydi, aytadi. Или meni klientlarim faqat shunaqa. Bizga arzonroq bo'laversin, faqat lish bo'lib tursin deydi. Так, yaxshi proyektlarimdan, знаменитыйlardan birinchisi bo'lib ayta olaman, Megamix. Может, bilasiz, сухой строительный смесь. Дилер emas, именно shu головной ofisligisi bilan ishlayman. Sizlar ham o'chib qo'yapti. Men ekran hozir menda связь yaxshi emasmi? Yo'q. Menda anaqa o'chib qo'yapti, bor-ku. Nimagadir. Ekranim. Okey. Xo'p, 500-800 deyapsiz sanaqangizni, chekingizni. Да, shuni udvoy qilgim kelyapti. Okey. Клиентов сколько? Клиентов 10 в данный момент. Ko'p emasmi? Для одного человека? Pul kerak-ku. Путешествовать qilishni yaxshi ko'raman, o'shaning uchun ovuraman-da, qilib beraveraman. Ладно, хорошо. Окей. Qanaqa qilib ularni привлекать qilyapsiz? Menda, если честно, klientlar привлекать qilish qanaqa desam ekan, oldin
SMMga kirib kelishimdan oldin men jurnalda ishlaganman и UzExpo Centerda menda o'zimda proyekt bor edi, loyiha. Expo restoranniy kafe. В основном klientlarim bilan shu 2019-yildek klientlarda, tushunyapsizmi anu? Da. Yangi klientlar bo'ladi. Ishlayman 4 oy, 5 oy, 6 oyda keyin o'zligizda nimadir bo'ladi, krizis, pul berolmayapmiz deydi, или же gap-gapimizga to'g'ri kelmaydi. В основном shu eski klientlarimda meni qo'yib yuborishmaydi. Mana ularni qo'yib yuborolmayapman. O'shanga shunaqa qilib yuribmiz. Lekin chekka oshirgim kelyapti. Lekin klientlarim jadniy deyolmayman. Уже bergisi kelmayapti-da undan ko'p. Вот. Хорошо. Какая желаемая точка Б? Желаемая точка Б – зарабатывать каждый месяц больше 10 тысяч долларов. Больше. Qarang, men bittachi hozir agarda plus minus 650 qilib oladigan bo'lsangiz, sredniy chekingizni 650 dan mayli даже 700 deylik. 10 ta klientingizdan 7000 bo'layotgan bo'lsa, marjinalность qancha qolyapti? Где-то 3,5-4 ming. Hozir men sizga, kстати, sababini aytaman. 4 ming qoladi deylik. 4 ming qoladi, lekin bitta minus tarafi bor. Vaqtida, из-за того, что menda нормальный komanda yo'q, vaqtida qilib bermayman-da. O'shanga 1 oy emas, 1 oy-yu 10 kun, 15 kunga cho'zilib ketyapti. Shu sababi 4 mingga chiqyapti, tushunyapsizmi? Atak undan kamroq tushishi mumkin edi, to'g'rimi? Undan ko'proq pul topishim mumkin edi, lekin o'zimda ham ayb bor. Nima deydi, farzandli bo'lgandan keyin sal qiyin ekanda, ofis bo'lmagandan keyin tim bo'ladi. O'tirib ishlaysiz, bolangiz kelaveradi, yopishaveradi. Ko'chaga chiqib ketsam, keyin vijdonim qiynaladi. A что она там делает? Там переживать qilishga boshlayman-da. O'shanga nima tizimlashtirib olishim kerak. И komanda zo'r bo'lsa, вообще zo'r bo'lardi. Так, хорошо. Tushundim. Okey. Komandangizda kim bor? Komandamda videograf bor. Targetda o'zim yoqaman полностью. Oldingi yil ham повышение kvalifikatsiya qilib, texnikumda o'qib oldim. Hop. Вот. Keyin dizaynerim bor. Kстати, dizaynerlar vaqtida qilib bermaydi. Тоже mana yana bitta minus. Chunki ularning o'zining ham proyekti bor-da. Da. Вот. Или men boshqarishni bilmaymanmi. Hatto vaqtida pul to'laniladi, но всё же. Copywriter hozir уже shart emas, chunki ChatGPT bor. Hop. Вот. Target bilan content planlarni полностью o'zim qilaman. Tushunarli. Yana, kстати, bitta qizimiz bor, community manager, unga ozgina pul to'layman. Shu klientlardan anaqasi требованияsiga qarab, agar ularga javob berish kerak bo'lsa, direktiga qarab turish kerak bo'lsa, shu qimmatroq pul olaman, shu qizimizga beraman. Community manager o'zi javob beradi, полностью kommentariyalarga, hammasiga. Хорошо. Окей. Bugun nima oy? May. Iyunda nechta sotuv qilasiz? Iyun? Желание katta. Yo'q, reально qancha sotuv qilasiz reально? Bilasizmi hozirdan skолько sizga iyun oyida, iyul oyida, avgust oyida nechta pul tushishini bilasizmi? Qancha? Agar xudoyim hozirgidek tempda ketsam, xuddi yana shu ketaveradi-da. Men hozir nimadir yangi narsa qilmoqchiman, nima desam ekan? Marketingga o'qishga hozir topshirdim, Основа Education. Чтобы sizdagi o'zi znание bilib, o'zi marketingda ham nima desam ekan, menda
в деле o'rgangan znaniyalarim bor, no lekin men o'qimaganman. Masalan, siz marketolog, prodyuser, tam ekspert deb ayta olmayman, chunki siz уже o'qigansizda. Shu savollarimning ichida shu ham bor edi. Siz qayerda o'qigansiz? Men ham shu yerga borib o'qiy deb savol yozib qo'yuvdim, kstati, to'g'risi. Znaniya kerak. Qayerda? Ko'p joyda o'qiganman. Ko'p joyda? Bitta joyda emas. И точно bu yerda emas. Ha, bu yerda emas. Bu yerda emas. Xo'p. Okey. Agarda men sizni o'rningizda bo'lganimda, men sizni o'rningizda bo'lganimda qanaqa qilib men bu biznesimni kengaytirgan bo'lardim? Okey, menda 10 ta odamim bor, konkretniy 10 ta odamim bor, которые menga plus-minus 5000 dan 8000 gacha to'laydi. To'g'rimi? Xo'p, endi 5000 dan 8000 gacha deyman. 500 dan 800 gacha. Hayron qoldim-da. Uzr. 500 dan 800 gacha menga plus-minus shuncha odam to'laydi. Endi qarang. Oramizda nechta marketologlar bor? Даже marketologlar ham emas, SMM-shiklar nechta tiqilib yotibdi. To'g'rimi? SMM такая ниша, что она прям уже изощренная. То есть juda konkurensiya kengayib ketgan nisha-da bu. Поэтому я бы что сделал в этом случае? У меня есть два вектора развития, да? Вот нам это если я bu man bo'lsam, menda ikkita variantim bor. Либо men количественный показатель bilan o'sishim kerak, yokida men biznes modelimni o'zgartirishim kerak. Biznes model o'zgartirganda men вообще boshqa nishaga o'tib ketishim kerak. Nisha marketingda qovuradi. То есть men в целом прям borib betonный zavod ochaman deyotganim yo'q. Нет, marketing sohasida yuraveraman, lekin menda направление o'zgaradi. Или количество объем bilan ishlashim kerak. То есть men o'sha nishamda qolaman, SMM bilan qolaman, SMM bilan shug'ullanaman, hozirgi xizmatimni ko'rsataman, faqatgina объемga o'saman. То есть вот да, то есть даже здесь плюс качество вкуса bo'ladi. Xo'p, endi tushuntirib beraman yana. Qarang, первое, количественный плюс качественный показатель. Bu nima? SMM bilan shug'ullanyapsizda, SMMda sizni konkretniy xizmatingiz bor, и buni narxi 500-800 dollar. Ну, 700 dollar условно, да, такой среднестатистический oladigan bo'lsa, 700 dollardan sotyapsiz xizmatingizni. Endi 10 ta klientingiz bor, lekin degan joyi bor. Sizda 10 ta odamingiz u kelib qolgan. Da, Xudoyim bergan, просто. Xudo bergan. Shunaqa, peshiningizda yozilgan ekan o'sha 10 ta klientingiz bor. Bolalar kelyapti-da, eshikni qulflab qo'ydim. Gapiravering. Vaqtni tayyorlab qo'ying, если что. Так вот. Xullas, как говорится, tavakkal marketing deyman bu narsani. Allah rizqimizni beryapti-yu degan. Beryapti. Да, но это не система. Да. Я не называю это системой. Система это тогда, когда sizda, misol uchun, iyun oyida tak, menda hozir 15 ta, men bilaman, что menda Ahmad bilan Ravshan keyingi oy chopiladi, uni o'rniga menda yana 3 ta rezerv anaqadan bor. Rezerv klientlarim turibdi. Agarda men hozir mana bu воронкаларni mana bu kreativ bilan yoqsam, trafik olib kirsam, mashincha sotuv bo'ladi. Men uni приблизительно bilaman. Agarda men hozir reklamni byudjetimga 500 dollar sarflasam, uni evaziga men hozir yana bir 5 ta klient qilishim mumkin. Qayerdan olding shu 5 ta klientni desa, chunki menda уже orqamdagi experienceim orqali mana shu воронкамdan mana shu konversiyalar bilan shuncha odam kelgan menga degan narsa пока yo'q. Согласна. Hozir nima bor? Tak. Gullikning o'rtog'i bor, o'shanga yetib ko'rishim kerak bor. U ham bir do'kon ochuvdi-da. Hozir taklif berib ko'ringchi, hozir как раз anaqa ochgan edi. Bor, kosmetika sotyapti degan narsa bor-da. Kosmetika yo'q lekin. Yokida bu kim taklif qiladi, kimdir anaqa qiladi, chaqiradi. Sarapanniy, da. No, bu bilan o'sish bo'lmaydi. Bugun bor, ertaga yo'q degan narsa-da bu. То есть bunaqa prognozlar bilan ertaga nima bo'larmikin degan осторожность bilan yurish,
bu sizni o'sishingizga xalaqit beradi. Nimaga o'sha anaqaga boya aytganingizdek mana duxim yetmayapti hozir, mana narx oshirishga yetmayapti. Вот именно. Yetmaydi. Men aytaman hozir nimagaligini. Nimaga duх bo'lmaydi o'shanda? Nimaga qo'rquv bor, misol uchun o'sha joy olishingizga yoki ham komandangizni offlaynga yig'ishingizga yokida narxingizni oshirishga nimaga duxingiz yetmayapti? Sababi siz bular ketib qolsa, uni cover qilib ketadigan anaqangiz yo'q sizni. Yo'q. Да. Поэтому что нужно сделать? Man agar siz o'rningizda bo'lganimda, хорошо derdim. Men 10 ta klientim bormi? Bor. Bularning ishini paka qilib turaman derdim. Bularni paka chopmay turaman derdim. Bo'ldi. Hozir qilayotgan ishim bularga hozir paka okey. O'sha narxda xizmatimni ko'rsataveraman. Lekin bular bilan biz to'xtamaymiz. Men nima qilgan bo'lardim? Men уже sekin-sekin kerak, meni misol uchun ko'pchilik aytadi-yu. Вот nechta mashta odam o'tiribdi. Xizmatini, produktini, unisini, bunisini sotish uchun shaxsiy brendimni yuritishim kerak. O'zi shaxsiy brend o'zi yaqinda paydo bo'lgan narsa-da, o'zi по сути. U reels chiqarib qo'ydi, shaxsiy brendda yurib ketdi degani emas. Bu narsa sotish uchun, qimmat sotish uchun принципе shart emas instrument-da. Не обязательно. Must have narsa emas bu. Поэтому hozir borib panketim Instagramimga qarashim kerak ekan degan narsa bo'lishi sizga shart emas. Masalan, oldindan aytib qo'yayman. Nima qilish kerak? Первое bu, извините меня, men конечно bu meni soham o'zi, men o'shaning uchun ham shu narsani propagandировать qilaman, но bu воронkalar. Meni produktlarim shaxsiy brendim orqali bunchalik sotilmagan, voronkalarım orqali sotilganda. Ishonasizmi? O'zi asosiy menda katta darajada produktlar sotilgan, qimmat produktlar sotilsa ham, menda в основном voronkalar orqali sotilgan. Anaqa emas. Nima deydi? Qanaqa bir organika trafik orqali bir balo reelsdan mashincha подписчик yig'digan narsa emas. Bu yerda konkretno siz bilasiz, что nech pul ketkizyapsiz и qancha sizga qaytib kelishini. Men voronka qilardim. Qanaqa voronka qilardim desa, xo'p. Strategiya. Birinchisi, men sizga общий xos tushuntirib ketay, nima qilmoqchi bo'layotganligimni. Menda 10 odamim bor. Menda 10 ta odamim bor-da. O'shalardan men hozir 5000 topganman deylik. Endi men hozir bularni chopib, o'zim ishim bilan shug'ullana olmaymanmi desa, shug'ullana olmaysiz. 10 ta klient bilan gaplashish, ularni kontrol qilish, anu dizaynerga davay degan, anu montajyorga davay degan, communityga davay deb turish kerak. Plus bu sizni battar to'kib qo'yadi. И eplolmaysiz dальше. Поэтому здесь первое, что нужно сделать, bu bitta project qo'ying. Bitta ishonadigan odamingiz bo'lsin-da, который siz unga ishini topshirib qo'ya olasizda. O'shanga mana shu hamma loyihalaringizdan qanchadir summadagi anaqa bering, KPI belgilang. Agarda mana loyihani mana bunaqa natija qilsang, men buncha beraman. Agar mana loyihada mana bunaqa natija qilsang, men buncha beraman. Agar bunda mana bunaqa qilsang, bunda mana bunaqa qilsang, mana shuncha beraman deb KPI belgilab bering ularga. Yoki-da projektlarni ikkitasidan oling. 5 ta 5 ta ajratib bering. Расход o'sha bo'ladi baribir. Просто ikkita projektga bo'lib borasizda, tushunyapsizmi? O'ylayapti hammasi KPI ga bog'lanyapti-yu. Da. Okey, endi qarang. Buni bo'lib berdingiz, sal bo'lsa ham vaqtingiz bo'shaydimi? Da. Endi qarang. Bizning strategiyamiz уже o'zingizga qaratilgan bo'ladi. Agarda shuncha paytdan beri vaqtingizni faqatgina klientlaringizga qaratgan bo'lsangiz, o'shalarni ketidan yurgan bo'lsangiz, o'shalarning ishini qilib beraman deb yurib bo'lgan bo'lsa, sizni endi naborot bularni urishib topshirdingiz, sizning zadachangiz o'zingizga mehr berishda. Endi nima qilamiz? Biz sistema qurishimiz kerak. Biz sistema воронкалар qurishimiz kerak. Nimaga? Чтобы bizda постоянный, стабильный, прогнозируемый поток клиентов bo'lishi uchun. То есть это лидогенерация процесса to'xtash kerak emas. Хорошо. А что нужно для этого сделать? Xo'p, bizda har xil воронкаларimiz bor. Olasangiz, lead-magnitniy воронка qilsangiz bo'ladi. Da. Xohlasangiz konsultatsionniy model qilsangiz bo'ladi.
Shaxsiy brend haqida gap ketyapti-da, to'g'rimi bu yerda o'sha? Da. Yo'q. Shaxsiy brend yo'q. Lead magnet qayerda? Trafikda. Ha. Biz anaqaga ishonib o'tirmaymiz. Shaxsiy brendga ishonib o'tirmaymiz. Nega? Chunki shaxsiy бренд может дополнить, но он не может полностью заменить. Tushundingizda? Hozir men anaqam yo'q qilsin. Bemalol. Lekin bundan qarasa, oldin o'sha klientlarni xajit qilganimda, ofisim bor, o'sha firmam bor payti, menda shaxsiy brend bo'lmagan. Men просто ishlardim. Да. Ну, это возрастное, если так посмотреть. Paytda sizda anaqangiz bo'lmagan. Ambitsiyozli bo'lgan paytimda. Hozir u duxim yo'q. Да. Хоп, endi qarang. Наша основная задача здесь выстраивать систему, правильно? Sistema ishlash kerak, bizning shaxsiy brendsiz ham. Tasavvur qiling, shaxsiy brendingiz ham yo'q. O'tirmaysiz-ku, shaxsiy brendingizga vaqtingizni ketkizib, 3 oy vaqtingizni ketkizib, keyin qurib bo'ldim, endi nima qilamiz desa, keyin o'tirmaysiz, gadaj qilib, nima qilishni. Shaxsiy brendingiz, tasavvur qiling, shaxsiy brendingiz yo'q bo'lgan taqdirda ham sizga sotuv bo'lishi shart. Hammada ham shaxsiy brend yo'q, misol uchun. Или hammada ham желание yo'q, misol uchun shaxsiy brend qilib o'tirishga. Chunki bu zatratni. Ko'p ketadi, energiya ko'p ketadi, pul ko'p ketadi bu narsaga ham-da. Bildi, oldingi yil bitta prodyuser bilan gaplashganimda, senga 30%, menga 70%, sen pul tikasan degan. Men aytganman, voy, kerak emas dedim. Вообще. Окей. Кстати, bu siz uchinchi modelda nishani yana bitta narsa aytdingiz, zo'r aytdingiz. Такой инфобиз deb yozib ketaman пока. Дополнительный бизнес-модель. Xos. Endi bizning zadachamiz, bizda hozir Creole oldik, to'g'rimi? Lead magnet. Biz lead magnetni o'ylab topishimiz kerak. Nima lead magnetni ishlatishingiz mumkinsiz. Sizni keysingizda условно SMM. Бесплатно. Бесплатный. Короче, бесплатная стратегия продвижения в социальных сетях. Ya'ni Instagramda, sotsiyetlarda, ijtimoiy tarmoqlarda nima bu yana to'ldiryapti. Xo'p, ijtimoiy tarmoqlarda o'sha kompaniyaga yoki shaxslarga kontent strategiyasini tuzib berasiz, bесплатно. Но u analizdan kelib chiqqan bo'ladi. То есть сначала audit, analiz, и bu sizni первичный kontakt, klient bilan первичный kontakt qilish uchun birinchi analiz bo'ladi. Bahona bo'ladi ko'rishishga. Вот. Tushundingizmi? Bu встреча. Klient bilan встреча qilish uchun sizda sabab bor. Kliyentni siz bilan ko'rish uchun value bor, ya'ni qiymat bor. То есть u встреча просто hozir Gulnoza oldimga keladi, menga sotadi degan narsa emas-da bu yerda. Bu yerda hozir платный audit, marketing audit, reviziya qilib beryapsiz unga marketing va biznesini. Keyin siz unga anaqa qilib beryapsiz. Strategiya tuzib beryapsiz. Strategiya продвижения в социальных сетях. То есть социальные сетlarda qanaqa qilib to'g'ri pozitsiya qilish kerak, qanaqa qilib to'g'ri продвижение qilish kerak, qanaqa to'g'ri marketga kirish kerak, qanaqa to'g'ri kontentlarni chiqarish kerak, qanaqa vовлекать qilish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak, и так далее, так далее, так далее. То есть siz unga tipi konsalt qilib beryapsiz, tushundingizmi? Но konsalt на основе ошибок. То есть sizdan oldin bilan kimdir ishlab kelgan o'zi, shundoq ham. Sizga kerak u yana negativni qaraydi. Yana bitta SMM shikayotda oldimga degan anaqa bilan уже uyg'onadi-da unda.
tushunyapsizmi? Xayolida fikr paydo bo'ladi-da. Hozir chutib bu ham mashinnikni kiydiradimi meni deb o'ylaydi. Tushunyapsizmi? Da. Sizdan oldingi уже qo'nchur bo'lganda, o'sha daveriya yo'q odamda. Mana shu narsa sizga hozir birinchi porogga o'tib ketishga yordam beradi. Chunki siz sennis beryapsiz, bu bir. Ikkinchidan siz unga anaqa qilyapsiz. Уже такой, mikro rezultat ko'rsatib beryapsiz-da, o'sha tushunyapsizmi? Siz уже botga kirib ketgandek bo'lyapsiz. То есть uni xayolida o'zi siz bilan ishlayapti. Bo'ldi, все, konsultatsionniy или diagnostichniy воронка bizda уже bo'ldi. Xohlasangiz bu narsani kaskadniy modelga o'tkazsangiz bo'ladi, но это уже следующий уровень. Kaskadная модель degani bor, многоуровневая воронка degani. Многоуровневая воронка это когда уже sizda har xil lead magnitlaringiz bor. Bu hozir mana bizda bittagina lead magnit. Endi tasavvur qiling. Siz hozir mana shu har bitta segmentlaringiz uchun har xil lead magnitlarni chiqarib tashlasangiz. Hammasi har xil formatda. Qayerdadir checklist, qayerdadir video, qayerdadir продающий webinar, допустим, да, avto-webinar. Har safar odam yig'ib o'tirishmasdi, prям avto-webinar, или запись qanaqadir, или qanaqadir продающий prezentatsiya, или yana qanaqadir boshqacha formatlarda. И mashina turib har bitta segmentingizga moslashtirib tashlasangiz bo'ladi. Допустим, как в сфере косметологии, допустим, qanaqa qilib kosmetologiya sohasida Instagram orqali yoki tam misol uchun ijtimoiy tarmoqlar orqali sotuvlarni oshirish mumkin. Mijozlar oqimini, patsientlar oqimini oshirish mumkin. Bo'ldi, ketdi, faqat mana shu voronkangiz ichiga faqat kosmetologlar tushadi. Tushundingizmi? Tushundim. O'sha xayolimda pul topolman. Shoshib turing, men hali sizga yerga tushiraman. Xo'p, dальше. Допустим, sizda yana boshqa segmentlar bor, которые sizga yoqadi. Deylik, fashion bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rasiz. То есть kiyim do'konlar bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rasiz. Okey, как, допустим, какой, mana hozir to'xtang, formulировать qilib miyamda. Bemalol. Qaysi kontent strategiya sizni kiyim do'koningizni sotuvlarini oshirib berishi mumkin deb kontent strategiyalaringizni qanaqadir определенный shablonlarini berib tashlasangiz bo'ladi-da, u odamni lead magnet sifatida keyin uni jalb qilsangiz bo'ladi voronkangizga. Дальше, как только он попадает в воронку, уже дальше keyingi anaqalaringizni beraverasiz. Messenjlaringizni. Har bitta mamlatga berayotgan messenjlaringiz, условно, bu yerda hammasi anaqada chatbotda qilib tashlasangiz bo'ladi. Telegramning ichida, Telegram botning ichida. И hammasi sizga faqatgina diagnostikaga yoziladi. Da. То есть har bitta berayotgan tsepочка pismni orqasida, oxirida siz unga call to action berasiz. Sizni kiyim do'koningizda yoki sizni kosmetologiya biznesingizda yoki tam условно whatever biznesingizni diagnostika qilib beramiz. Diagnostika davomida biz hamma kamchiligini o'rganib chiqamiz. Hozirgi qilayotgan xatolarni ko'ramiz. Qayerda sotuv yo'qotyapsizlar, qayerda sizda marketing probellaringiz bor, qayerda yo'qotilish bor, qayerda katta xarajat qilib ketyapsizlar. И o'shani asosida sizlarga samarali ishlaydigan strategiya tuzib beramiz. Sizda keyin yog'i уже ikkita variant bo'ladi. Yoki bu strategiyani siz kimgadir topshirib o'zingiz qilib ketishingiz mumkin, lekin biz garantiya bermaymiz bu narsa ishlashiga. Yoki sizda yana ikkinchi varianti bor. Men o'zim sizga o'sha qilgan strategiyamni qilib beraman, dальше qilib beraman. Ko'rasiz, qaraysiz. Menda misol uchun narxim $1000, minimalniy meni kontraktim 3 oy. Все. Sizda mana уже сразу chek 3000 ga chiqarildi. Ой. Здорово. Но это всего лишь гипотеза. Гипотеза, да. Да. Это мы должны проверить. То есть bu narsani sinab ko'rish kerak. Hali qanchalik bu realistga yaqin bo'ladi, uni solishtirish kerak. No, yaqin bo'ladi, chunki men o'zim shu narsani qilganman. Если честно, men отдел продажda ishlaganman, klientlarni probit qilish menga не сложно. Если честно, maqtanish emas, to'g'risi. Har doim o'xshab ketgan. Просто qilish kerak в деле. Вот. Agarda-chi sizda mana shu sistema пока что выстроить qilinsa, mashina o'zi sizda уже mana bu yerda лидогенерация процесsi boshlanaveradi. Mana diagnostika, дальше уже встреча, дальше уже закрытие. Agarda mana shu proses sizda выстроиться qilinadi-yu,
sizda уже приблизительная воронка сформироваться qiladi. То есть qo'lingizda sifralar paydo bo'ladi. Nechta pul manatga tikyapsiz, nechta odam buyoqqa kelyapti, nechta odam mana bu etapga o'tyapti, nechta oxirida nechta pul chiqyapti. Всё. Ma'mulingizni o'sha пока что ular eplab turibdi. Mana sistema выстраиваться qilib bo'lganidan keyin men sizga hozir oddiysini tushuntirdim, чтобы просто qiyin bo'lmasin deb men bu narsani oddiyroq qilib tushuntirib beryapman. Bundan qilyapti har xil strategiyalar. Har xil воронкалар, связкалар, kombinatsiyalar qilyapti. Bez вот этих вот охватов, без lичного бренда kerak bunaqa boshqaruv narsalar. Siz qayerda o'qigansiz? Siz qayerda o'qigansiz? Ko'p joyda o'qiganman men. Aytdingiz, bizda o'qimagansiz. Umuman, yo'q, men o'qib o'qiganman. Или это секрет? Не секрет, men просто amerikanец tilida o'qiganman, o'ris tilida o'qiganman, ukrain tilida o'qiganman. Keyin o'sha har xil chet elliklarda o'qiganman. Deyman emasdan uni. O'ris tilida o'qiganingiz, Rossiyada ham o'qiganingizni, naверное, men предполагать qilardim, chunki bitta marketolog bilan Instagramingizda qo'yasiz, ko'rishganingizni часто qo'yardingiz. Toshkentga kelganini shunda o'ylagandim. Og'ayni. Og'ayni. No, lekin ko'p odamlarda o'qiyman-da. И постоянно. To'xtab qolmaysiz. Marketingda o'qiyman. Men в целом biznes o'qiyman. O'shaning uchun menda faqat marketing emas-da, men любой yechim bera olaman. Дальше. Mana shu narsani siz выстраивать qilganingizdan keyin sizda уже psixologически anaqa bo'ladi. Okey, menda уже приблизительно stabilniy anaqam bor deysiz-da. Sizni keyingi etapingiz Mamatdagi chuvaklarni ular kerak emas agar yangi yaxshi. Yo'q, Mamatdagi chuvaklarga siz nima deysiz? Akalar, maza qilib ishladim sizlar bilan, lekin времена меняются, поэтому mani chekim tam 1000 ga ko'tarildi. Da. Kimga ko'taradi? Davom ettiramiz. Kimga ko'tarmasa, uzr. Mashinangizdan qoladi bir 7 tasi qoladi. 3 tasi chopilsa ham. Da, примерно bilmayman qaysilari qolishini. Да. То есть qolsa kerak. И плюс mana bu ham sizda объем bor. Da. Дальше sizni Mamatdagi объемni выстраивать qilib bo'lganingizdan keyin sizni keyingi etapingiz 3-chi etap. Bu уже anaqa org struktura. Faqatgina hujumga borish noto'g'ri, chunki защитani ham to'g'ri qo'yish kerak. Nimaga Amir Temur bostirganda hamma joyga, hamma territoriyalarni egallaganda, lekin bitta shu uni himoyasi noto'g'ri bo'lganligi uchun unda hammasi rasvo bo'lgan. Chunki fundament mustahkam bo'lmagan. Siz hozir Mamatni объемga qarab ketyapsiz-da. Sotyapsiz, lekin Mamatda sizda качество tushib ketsa, parod bo'ladi hammasi. Да, portfolio. Поэтому здесь задача уже bitta plankani qo'yib qo'ydingizmi? Misol uchun mana hozir sizda deylik 5 ta odamga tushib qoldingiz. To'g'rimi? Mana 5 chek oshirdingiz, 5 taga tushib qoldingiz. 5 tani siz уже 1000 bilan yopasiz. Sizning zadachangiz yana 10 taga chiqib olish. Qanaqa qilib desa, mana hozir men 5 tasini Mamatdan topasiz. Bu yerdan 5 tasini toptirib, bu yerdan 1000 olib, уже sizda уже 10 ta 1000 dan turibdi. Siz 10 ta 1000 dan turganidan keyin siz уже Mamatni komandani, finanslarni, menejmentni, boshqa hamma boshqaruvdagi narsalarni to'g'ri qo'yasiz. Sekin уже ofis, yana firma yana boshqatdan ochib, ofis olib, tizimlashtirib. Zato sizda уже duxingiz paydo bo'ladi. Nimaga? Chunki siz bilasiz, что siz mana sistema sizga non olib kelyapti. Da. Уже bilasiz, nechta ingredient solishingiz kerak, qanchadan qancha kutishingiz kerak. Zato уже tayyorlangiz bor. Уже mexanizm shakllandi sizda-da. Chunki biz уже qo'ydik bu narsani. Endi bizning keyingi etapimizni уже yana narx oshiraman desangiz, mana shunaqa ritmda ketaverasiz. Yana narxingizni oshirasiz, misol uchun 1,5 mingga chiqasiz. 1,5 mingga chiqqaningizdan keyin yana to'kiladi.
plus yana qilasiz, yana mana bundan yana ko'paytirasiz. Hozir bitta воронка qildik-ku, protsessda yana har xil воронкаlar ishlatasiz. Уже bu narsaga как уже фрилансер sifatida emas, как tadbirkor sifatida yondashishingiz kerak bo'ladi, deyapman. Да. Дальше. Все, окей, org struktura hammasi bu sizda qilindi. И это была всего лишь часть. Hozir siz faqatgina mana buni qildingiz. Qanaqa qilib количественный показатель bilan качественный показатель orqali o'sish mumkinligini men sizga hozir ko'rsatib berdim, tushuntirib berdim. Endi agarda biznes modelni o'zgartiraman desangiz qanaqa format bo'ladi desa, biznes model degani bu siz hozirgi продуктовый lineykangizni TBI bilan o'zgartirib olishingiz mumkin, deyapman-da. То есть продуктовая линейка. Sizda produktingiz bor, sog' bo'ling. Lead magnet это sizni yangi produktingiz, diagnostika bo'lib chiqadi, to'g'rimi? Diagnostika bu strategiya. Xohlang, sizni lead magnetingiz diagnostika bo'lsin-day, a sizni tripwire produktingiz strategiya bo'lsin. То есть, mana sizga bir tiyinga ham tushmaydi. Mana siz misol uchun $50 $100 sotasiz. Просто nomiga. Первичный контактni aniq qilish uchun. Дальше sizning flagmanskiy produktingiz bor, который SMM, narxi который $1000. To'g'rimi? Yoki mana siz SMM'ingizni boshqa flagmanskiy produktga o'zgartirib olsangiz bo'ladi, yoki bu narsani как Slack Adjuster produkt sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Slack Adjuster bu премиальный produkt. Agarda siz mana shu sistemalarni hammasini как marketolog sifatida o'saman desangiz, mana shu har xil воронкаlarni tuzishi, mana bunaqa понятие bor. Men o'zim shu narsaga o'qiganman. Uzun даже shuni qilganman. Arxitektor tunneli продаж degan направлениялар bor, da. Misol uchun keyin performance marketing bor. Keyin partnerskiy marketing bor, misol uchun. Когда siz qanaqadir kompaniyaga marketingini qilib berish uchun dolaga kirasiz. Как siz? Qanaqa olasiz? Siz masalan shunaqa qilib berasiz, to'g'rimi? Men vastamdan dolaga kiraman. O'sha dolaga kirasiz demoqchiman-da mana. Вот. Xullas, mana shunaqa formatga o'tib ketsangiz bo'ladi. То есть уже как SMM-shitsa emassiz-da, bu yerda tushunyapsizmi? Siz bu yerda marketologsiz. И как tadbirkor sifatida kirasiz bu yoqqa. Да. Вот. То есть buni narxi конкретно уже высокий чек bo'ladi-da. Bu yerda как минимум, ну, mayli, для начала 3000 dan sotsangiz bo'ladi. O'zi narxi undan ham yuqoriroq, no 3000 dan sotsangiz bo'ladi, plus yana o'sha процент qanaqadir. От продаж процент или qanaqadir KPI. Misol uchun lead generatsiya qilib berganingiz uchun qanaqadir KPI olsangiz bo'ladi. Но здесь нет гарантии результата. То есть SMMda siz qanaqadir garantировать qilib bera olmaysiz. Mana shuncha ob'yom senga keladi, mana shuncha продажа senga bo'ladi degan narsa bu yerda yo'q. Bu produktlarning ichida bu narsa bor. O'shaning uchun bunga охотныйroq ishonishadi, bunga qimmatroq ham to'lashga tayyor. Faqat bitta ishingiz boshida, endi bu soha sizga hali yangi-ku, ko'rmagansiz-ku, case yo'q, portfolioga qo'yilmagan ishlar hali. Поэтому 3-4tasiga bu narsani testini qilib bering. Pulini oling, faqatgina rezultat bo'lgandan keyin. Qolganligi keyin уже sotasiz. Уже portfolio bo'lgandan keyin, sifralar bo'lgandan keyin уже все. Da. Bu narsani keyin уже aniq ko'rasiz. Mana bu narsalarni, воронкаlarni o'rganib bo'lganingizdan keyin, har xil strategiyalar tuzishni o'rganib bo'lganingizdan keyin, har xil связкаlarni kombinatsiyasini уже tushunib bo'lganingizdan keyin уже unga o'tib ketsangiz bo'ladi. То есть уже yangi nisha kirasiz, siz. Уже marketing xizmatini sotasiz bu yerda. SMM sotmaysiz deb bu yerda. Уже har xil narx bo'ladi. И даже восприятие har xil bo'ladi sizni. Men если честно sizdan bitta savollarning ichida yozib qo'ygan edim. Qanaqa qilib siz o'zingizni komandangiz bilan ishlaysiz? Qanaqa qilib ularni boshqarasiz deb o'zim yozib qo'ygan edim. Men endi tushunaman. Odamlar sizni masalan o'zingiz bilan ishlagisi keladi-da. O'shaning uchun masalan sizda arzonroq, sizni komandangizdagi odam taklif qiladigan bo'lsa, u mensimaydi, chunki siz kerak ekansiz. Bo'l, endi tushundim. Shu savolim bor edi. Mana endi siz bilan gaplashib o'zim tushunib oldim, yetib keldi.
Хорошо. Mayli. Keyin uchinchi model bor sizda o'sishga, to есть bizada endi задача B nuqta-ku, bizada farqi yo'q, qanaqa chiqsa ham. Любой, на войне все средства хороши deydi. Хорошо, да. O'shaning uchun uchinchi kategoriya shaxsiy brendingiz bor, zapiska qilib qo'ying. Mikro zapiska qilib qo'ying faqat. Bez manba 2 oy auditoriya yig'ib, keyin 1 oy webinar o'tkazib, keyin yana nimadirlar qilib, kerak emas bunaqa to'xta variantlari. Sizga bu narsa to'g'ri ham kelmaydi. Shu воронkalar orqali har xil воронkalar tuzib turib, mikro bazani o'zi bilan mikro zapiska qilib qo'ysangiz bo'ladi. 10 ta odam yig'ing, $1000 bo'ldi. Endi ko'proq pul topgim kelyapti. Mana bu narsalarni qilib berganingizdan keyin. Уже ketaveryapti-da, уже. Yo'q, qachon ishni qilib olish kerak-da. Qachon shu uровеньga chiqib bo'lganingizdan keyin shu уровеньda qotib oling. Keyin уже bu sizga как oddiy narsa bo'lib qolsa, уже keyin dальше o'saverasiz. Chunki qanchalik siz o'sursangiz, lekin siz o'sha fundamentingiz mustahkam bo'lmasa, sizni qurayotgan binolaringiz tushib ketaveradi. Agar fundamentingiz 4 etajli uyga mo'ljallangan bo'lsa, u next one quraman desangiz ham to'kilib tushadi-ku. Svet uchdi, o'zi to'xtatdi. Maqsad ham bo'lib turadi. Hozir bizda svet o'chdi. Allo. Da, men eshitolman. Anaqa to'g'rilab oling, narsalaringiz men sizni kutaman. Pipet. Gapiraverim, davom etiraverim. Xo'sh. Qarang, Komolxon, endi sizga savolim bor bitta. Siz menga bu strategiyalarni hammasini yozib berdingiz-ku. Bular qanaqa qilib endi davosam bo'ladi. По-моему, sizda internetingiz qotyapti ozgincha. Eshitilyaptimi ovozim? Telefoningizdan kiring, birato'la. Через internet. Рекламная пауза. Да. Kommentariyga savollar bo'lsa, savol yozib turinglar. Men хотя бы shularga javob berib turaman. Нет, всё уже. Bo'ldimi, normalmi? Bo'ldi, ovoz yo'q qo'ying. Qo'y, ovoz. To'xtang. Ovoz o'chib qoldi yana. Mikrofon o'chirib qo'yingiz. Yoqdim. Всё. Xullas, ko'chaga chiqib qoldingizmi deyman. Mashinaga chiqib qoldingizmi? Ha. Zo'r.
uyatdan olmayapti. Bilmayman nimaga. Men havogan, bilmayman chiqoldim. Yana bir marta savolingizni qaytarib oling. Men eshitganday bo'ldim, mayli bitta уточнить qilib ola qoling. Men savolni beryotgandim. Mana siz menga hozir mana bitta chiroyli qilib strategiyalarni yozib berdingiz. Men uni qanaqa qilib endi olaman? Увеличить qilsam, mana unaqa такой четко ko'rinmayapti. Screenshot qilsam. Yo'q, bu o'zi posudi, oddiy narsa. U sizga hech qanaqa o'zgarish bermaydi. Mani zato motivировать qiladi. Bu biz tashlab beramiz. Undan muammo yo'q. Но по сути это каракули, да, у каляка-малякали sizga глобально nima deydi, problemingizga yechim bermaydi. U чисто sizda главныйsi, что xayolingizda anaqa paydo bo'ldi. Svet в конце туннеля. Nima qilish kerak degan видение sizda shakllandi. Eng asosiysi shu. Lekin bu paydo bo'ladi. Da, lekin bu видениеga qanaqa qilib konkretno erishish mumkinligini, bu uchun sizga konkretniy strategiya kerak. Bu hali konkretniy strategiya emas, bu chernovoy strategiya. Nima qilish kerakligini men sizga просто tushuntirib berdim. Qaysi etapda, nima formatda, qanaqa kombinatsiya qilsangiz, sizda mana shu kutilayotgan rezultat bo'ladi. No, bu narsani chuqurroq qilsangiz bo'ladi. Kamolxon, qarang, endi sizga bitta savolim bor. Siz nimaga shuni, mana siz уже личный brendingiz ham bor, hamma narsa bor-da, lekin nimaga o'zingiz o'rgatmaysiz? Kurs nimaga qilmaysiz? Bizga yoshlar, yosh deyolmayman. Bizga bilimsizlikni demoqchiman. Qattiq o'ttiz yoshmasiz. Shu bizga oldingi yil просто men sizga qatnashmoqchi bo'lganman, bootcampmi qilgan edingiz formatda, esingizda bo'lsa oldingi yil. Men unda dam olishga uchib ketgandim-da. U yerda o'qolmayman deb keyin qatnasha olmadim. Tak niyatim bor edi. Bu men tushundim. Как раз, вот ko'rdingiz, как говорится, все звезды сошлись. Xullas, mana bunaqa narsa. Yo'q, men o'qitaman deyapman. Как раз наоборот. Men o'zi bir yilda bir marta o'qitaman. Ko'p o'qitmayman. И men xudo xolasa plan qilyapman. Shu iyunlarda o'qitishni, mikrogruppa yig'aman. Menga stadion yig'ish qiziq emas. No, men o'tdagi formatni ham o'zgartirdim. Temani ham o'zgartirdim. Konsepsiyani to'liqligicha o'zgartirib tashladim. То есть, men eski produktdan hozir yangi bo'layotgan produktgacha полный jarayonlarni almashtirib, men hozir qaysi pozitsiyaga o'tiring deb so'rasa, menda misol uchun любой odam keladi, mana siz kelyapsiz, sizda konkretniy запрос bor. Menda hozirgi A nuqtam mana bunaqa, B nuqtam menda mana bunaqa bo'lishini xohlayapman. И menda mana shuncha vaqtim bor, mana shu vaqt ichida men shu rezultatga erishishim kerak. No, tushunmayapman, qanaqa erishishligingizni siz tushunmayapsiz. To'g'rimi? Mana konsepsiya, mana produktim shunaqangiki, что 2 oy ichida men sizga o'sha sizni sohangizdan kelib chiqib, sizni yo'nalishingizdan, aktivlaringizdan, bor yo'g'ingizdan kelib chiqib, o'sha B nuqtaga qanaqa qilib chiqish mumkinligini men aniq qilib beraman. Follow up qilib beraman. То есть, siz bilan birga o'sha anaqaga boramiz, punktga boramiz. Plus yana marketing, продажи, менеджмент, управление temalarini chuqurroq kirishamiz. То есть, menda hozir produktim bo'ladi, iyunda bo'ladi, xudo xolasa, nasib qilsa. Hozirdan просто joyingizni bron qilib qo'ysangiz bo'ladi. Chunki u yerda men limited qilmoqchiman. O'tgan safar odam ko'payib ketganligi uchun men anchaga anaqa bo'lib qoldim, to'kilib qoldim. Bu safar kamroq odam deb turib, no, zato уже konkretno anaqa bo'ladi deb o'tdi. Individualni ishlanadi har bittasi bilan. Получается, men A nuqtamdan Kimda qotdi? Mendami, sizdami? Все нормально? Qaytdingizmi? Нормально. I'm so sorry. Вообще internet glitch хотя shu yerda, blin, tashqaridaman baribir ham. No, okay.
Ну ладно. Ha, Xullas, mana shunaqa. savolimni eshitdingiz a? Yo'q. Men aytdim. Masalan, siz menga xos masalan strategiyalar mana bu chiroyli qilib sifrlar bilan hamma narsani ko'rsatib berdingiz. Endi savolim, men sizni o'qishingizni o'qib turib, A nuqtamdan B nuqtamgacha bo'lgan protsessni siz bilan birga o'qishda o'qib turib qilsa ham bo'ladimi? Temalar o'xshaydimi demoqchiman. Или вообще boshqa narsa bo'ladi? Shunaqa bo'ladi. Men sizga tushuntirib beraman. Mana qarang. Har bitta kelgan odamda o'zining individual strategiyasi bo'ladi. То есть, men unga o'sha strategiyasini tuzishga yordam beraman. Sizda umuman boshqa biznes. Sizga umuman boshqacha strategiya. Menga misol uchun mana bitta keyin qanaqadir ekspert kelib qolishi mumkin. Да, условно там, я не знаю, занимается эксперт по арабскому языку, условно. Aha. A nuqtasi tam 500 million qiladi oyiga, B nuqtasi 700-800 millionga chiqmoqchi oyiga. Bo'ldi, хорошо, shunga qarab turib, unga boshqacha strategiyalar beriladi. Menga misol uchun ishlab chiqaruvchi bo'lishi mumkin. Men deylik, men bu narsani ishlab chiqaraman, mana shuncha ob'yomda sotaman. Qanaqa qilib sotuvlarimni oshirsam bo'ladi? Qanaqa qilib men to'g'ri marketingga qilishim kerak, to'g'ri sotuvlarimni yo'lga qo'yishim kerak, и вообще в целом konsepsiyam qanaqa bo'lishi kerak, что menda sotuvlarim oshishi uchun. То есть mani produktimda основной любой, кто занимается продажами, то есть ya'ni nimadir sotadigan odam любойga to'g'ri keladi. Bu narsa xizmatini sotadimi, mahsulotini sotadimi, bilimini sotadimi, farqi yo'q. Mani asosiy zadacham просто har bitta kelayotgan odamga qarab turib, uni изучать qilib turib, men unga keyin senga manmi, senga manmi, senga manmi deyman-da, o'zida keyin ishlaydigan narsasini beraman. Sachin menga hamma narsani o'rgatib, oxirida hech narsa qila olmay o'tiradim. No, instrumentlarni hammasini offline men beraman. То есть instrumentlarni, bilimimni, voronkalarimni, strategiyalarimni, konsepsiyalarimni, management bo'yicha, finans bo'yicha, sotuv bo'yicha, marketing bo'yicha, analitika bo'yicha, menda fakultetlarim ko'p-da. U fakultetlarimni ham har bittasining temasini men beraman. No, это offline formatda bo'ladi. Offlinedan tashqari yana individualka bo'ladi-da. Разборlar. Вообще zo'r ekan. Вообще zo'r. Iyulda dedingiz, a? Iyunneda. Ne? Bir oydan keyin. Так, где-то o'rtaroqlarda yoki oxirroqlarda bo'lib qoladi menimcha. Bo'ldi. Okey. Biz unda xudo xohlasa aloqaga chiqamiz. Menda sizdan aloqaga chiqqan odam nomeri bor, o'sha orqali aloqaga chiqaman ularga. Okey. Savolingizga hammasi lekin sizga kattakon oldingizmi? Normalmi? Kattakon rahmat Kamolxon Sabirov. Baraka toping, Alloh rozi bo'lsin. Dushi to'g'risi. Я сейчас aytaman, ko'p kutib-yotgandim-da, bo'ladi-ku, siqilib, выгорание bo'lib yurdim-da, как будто я не расту, deb стою на одном месте и не двигаюсь. Shunaqa bo'lib turdi, и раз o'sha kuni stomatologda edingiz, istoriya qo'ydingiz, и раз ko'rvaman, menga anaqa давно не было, u yoq bu yoq deb qo'ydingiz, keyin aytaman, deyman, походу yana o'qish boshlansa kerak, hozir progress bo'lyapti deb o'yladim. Keyin bundoq qaravaman, уже keyin razbor qilaman deyapsiz, keyin aytdim, точно dedim, keyin yozaman. Pan или не пропан dedim, и сразу будто unaqa aloqaga chiqishni xursandman. O'shanga вообще kattakon rahmat, chunki shunaqa реально oxirgi payt выгорание bo'lib, как будто o'smayapman-da, shu bitta oqimda ketyapman-da, yengillik yo'q-da. Nimadir o'zgartirish kerak, duxum yo'q. Да. Реально, to'g'risini aytsam, tan olaman. Хоть нет и 3, но duxum вообще. Духа нет тогда, когда нет понимания, куда и как двигаться. Вот и все. Вот. Qachonki sizni o'zingizda marshruting kartangiz bo'lsa, qachonki siz misol uchun navigatoringizda qanaqa qilib bu yoqqacha yetib olish mumkinligini misol uchun belgilab qo'yasiz-ku, marshrut tuzib beradi-yu sizga. Da. Kerak bo'lsa 100 bosib ham ketaverasiz-da, chunki bilasiz qayerga borishni. Qayerga borayotganingizni bilmasdan turib, qo'lingizda kartangiz bo'lmasa, marsrutingiz bo'lmasa, o'shaning uchun sekin скоростda yuraverasiz-da. O'y pоворотni o'tkazib yubormaydi. Lekin rozi bo'ling, hamma bergan maslahatlaringiz uchun, Men roziman. vaqtingiz uchun kattakon rahmat. To'g'risi. Bo'ldi, Dildoz opa. Kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga ham rahmat, salomat bo'ling. Xizmatlar bo'lsa ayting deyman. Bo'ldi, sevlar kerak qolsa chaqiraman. Xo'p bo'ladi. Rahmat kattakon Kamolxon, sog' bo'ling. Rahmat.
man chiqazib yuborasizmi? Man shu yerda o'tib ko'rib turaveraman. Boshqa keyingi odamlarni qilasiz-ku, razbor. Ha, yo'q, o'tiravering, muammo yo'q. Faqat kamerangiz bilan mikrofoningizni o'chirib qo'ysangiz bo'ldi. Bo'ldi, bir sekund.